أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد bugünkü dersimiz yana mubtada ve haber hakkında buldu. Biz aldığımız dersimizde şu Arap tilindeki isim, fiil, harfler hakkında to'xtalgan. Endi bugünkü dersimizden başlanadığını yine kalam, yani cümle hakkında to'xtalamiz. Arap tilida cümle ikki qismga bo'linadi. Jumlatul mufida ve cümle gayri mufida deb. Endi cümle degan nima ve cümle mufida degan nima ve cümle gayri mufida degan nima deganimizda to'liq o'y fikrini bildirgan so'z birligini to'liq jumlatul mufida deymiz. Ammo to'liq o'y fikrini bildirmagan so'z birligini to'liqsiz jumla deb qaraymiz. Endi to'liq jumla ikkiga bo'linadi. Cümle ismiye ve cümle fiiliye deb ikkiga bo'linadi. Cümle ismiye degan nima degan vaqtimizda cümle ismiye deganimiz isim bilan boshlangan cümle. Cümle ismiye bo'ladi. Endi isim bilan boshlangan ve ama isimden bilan boshlanib isimdan keyin fil kelib, o filning tarkibidan besh kelgan ismga zimir qaytgan bo'lsa yana ismlik jumla bo'ladi. Ammo isim bilan boshlanib isimdan keyin fil kelib, fildan besh ismga zimir qaytmagan bo'lsa bu fiillik jumla bo'ladi. Masalan, Muhammedun talibun deganga o'xshash jumla ismiya bo'ladi. Ammo isim bilan boshlanib keyin fil kelib zimir qaytsa fiillik ismlik jumla bu fiillik jumla bo'ladi. Masalan, Muhammedun yuhibbu desek bu isimlik jumla. Çünkü Muhammedundan keyin yuhibbu degan fil keldi. Yuhibbu degan filning tagidagi zimir Muhammadga qaytadi. Shunlashqa buni biz isimlik jumla deymiz. Ama isim kelib isimdan keyin fil zimir qaytmagan bo'lsa bu isim bilan kelgan bilan fiillik jumla bo'ladi. Masalan, men tuhibbu desek bunu bu fiillik cümle hesaplanadi, isimlik cümle emas. Men isim bo'lsa-mu, lekin tuhibbu degan fildan menga qaytadigan zimir yo'q bo'lg'achqa, shunga biz buni fiillik cümle deymiz. Endi cümle isim bilan boshlangan isimlik cümle, fiil bilan boshlangan fiillik cümle bo'ldi. Andara isimlik cümle nimadan maydonga keladi? Fiillik cümle nimadan maydonga keladi? Bu vaqtda o'tilganimizda fiillik cümle fiil ve fa'ildan maydonga kelgan bo'lsa, isimlik cümle mubtada ve haberden meydana keladi. Onda mubtada ve nimalardan keladi, haber ve nimalardan keladi deganimizda mubtada odatda ismdan keladi. Yani mubtada ismdan keladi yoki masdardan keladi yoki qiyosiy masdardan keladi. Masdar muavvaldan keladi, masdar sarihdan keladi ve shunday odatdagi ismlardan keladi ve kishilik almash degandek mushunday so'zlardan kelaveradi mubtada. Endi mubtada odatda ismdan mu'rab ismdan keladi ve mabni ismlardan keladi. Endi xabar desa xabar ismdan keladi ve fiildan keladi ve jari zarfdan keladi ve jari majrurdan keladi. Şu haber olab tutgan narsalar bu shunga o'xshash bir necha xil bo'ladi. Buni inshaalloh shu o'z navbatida ko'rib o'tamiz. Endi mubtada bilan xabarninki o'rtasida qanday munosabatlar bor degan haqida to'xtalamiz. Mubtada bilan xabarning o'rtasida ki munosabat, agar xabar ism mushtaqdan kelgan bo'lsa, o chaqda mubtada xabarga yine haber mubtada ayollikda ve cins türde maslashlar. Endi mubtada ve haber qaysi kelishdi keladi desa, al mubtada vel haber marfu'an. Mubtada ve haber başka ishlab keladi. Chunki Uyg'ur tilida fa'ilni pesh o'qiymiz, maf'ulni var. Her daim pesh o'qila mubtada haber deydigan gap bor. Shunga mubtada ve haber başka ishlab keladi, marfu bo'lib keladi. Endi qanday chaqda haber bilan mubtada birisi bilan maslashishi vojib bo'ladi deganda haber ism mushtaq bo'lsin. Demak, haber ism mushtaq bo'lsa, ammaslashuv degan gapdan chiqadiki, haber
ismi jamid olsa mubtada bilan xabar maslashmasin bo'ladi. Masalan, Muhammadun mujtahidun deganga o'xshash bunda xabar bunda mujtahidunga o'xshash, Muhammadun muhazzabunga o'xshash, Muhammadun zakiyunga o'xshash mubtadaning xabari ism mushtaqdan kelgan bo'lsa, o joyda mubtada xabar jinstur sanda maslashadi. Ammo ism mushtaqdan kelmay, ism jamiddan kelganda maslashmasin bo'ladi. Xabar mubtadaning xabari o joyda odatda ism jamiddan kelib qolgan bo'lsa, mubtada bilan maslashmasin bo'ladi. Lekin ism mushtaqdan kelib, o ism mushtaq muzakkar muannasda o'rtaq ishlatilgan sifatlab qolsa maslashmasin bo'ladi. Masalan, al-mar'atu jarihun, ar-rajulu jarihun deganga o'xshash chuqum muzakkar muannasda o'rtaq ishlatilmaydigan sifat ism mushtaq bo'lsin. Ham ism mushtaqdan bo'lgan maqsad nima degani? Ism mushtaqdan bo'lgan maqsad bu yerda ismul fa'il, ism maf'ul, sifat mushabba, ism tabzil maqsad qilinadi, sigatul mubalag'alar maqsad qilinadi. Lekin buningdan ism o'rnida ishlatilgan ism zaman, ism makan va ism holatlar bu jins tursanda mubtada bilan maslashmasin bo'laveradi. Endi va shundaqla u mubdaning xabari mubtada bilan maslash uchun, mubtada xabar jinsdir va sonda maslash uchun shundaqla xabar cho'qim mubtadaga jari bo'lgan xabar bo'ladi. Xabar ular ba'zida xabar mubtadaga jari bo'lmay, mubtadaning g'ayriga jari bo'ladigan ish bor. Bundaq qilganda xabar mubtadaning sifati hisoblanadi. Xabar mubtadaning bir sifati. Muhammadun mujtahidun desak, Muhammad tirishchan desak, Muhammadun mujtahidun degan xabar ashara Muhammadunninki ma'na jihati sifati hisoblanadi. Endi shu xabar o'sha mubtadaning ma'nadan mubtadaning sifati bo'lmay, mubtadaning g'ayrining sifati bo'lsa, mubtada bilan aloqasi bilak bir so'zning sifati bo'lib qolsa, ma'nada o'chada maslashmasin bo'ladi. Masalan, Fatimatu karimun abuha degan o'xshash. Fatima karimun abuha. Fatimaning dadasi hurmatli desak, Fatima mubtada, karimun xabar, abuhu karimun amshara. Karimun degan sifatning fa'il bo'lib, abu muzaf hozir muzafilay. Bu yerda karimun ashara xabar. Lekin bu xabar mubtadaning jar bo'lmay, mubtadaning g'ayri bo'lgan abuga jar bo'lgan deyishimiz, yana bu karimun Fatima degan mubtadaning sifati bo'lmay, uning aloqasi bo'lgan abning sifati bo'lganligi uchun shunga bu Fatima muannas, Karim muzakkar olsun bo'laveradi, sifati olsun, er ayollikda o'rtaq ishlatilmasin va shundaqla mubtadaga jari bo'lmaydigan bundaq sifat olsun maslashmaydi. Chuqum mubtadaga jari olsun. Ammo Fatimatu karimatun deb oxirgi gap kelmasa, bu chaqda Fatima masalan sehi desak, bu chaqda mubtadaning sifati bo'ladi, bu chaqda maslashidi deymiz. Endi shuningdek qilgan maslash uchun chuqum mubtada cemi gayri aql olmasın. Eğer cemi gayri aqllab qalsa maslashmasin bo'ladi. Masalan, el-jibalu aliyatun yoki el-jibalu aliyatun deb bunda kelsin bo'ladi. Nimishqa? Chunki el-jibal jabalning ko'pligi el-jibal chiqadi. Mana bu mubtada aqlsizning ko'p bo'lganidan xabar jins tursanda maslashsin bo'ladi yoki maslashmasin bo'ladi deymiz. Shundaqla xabar agar taqsimot ma'nosini bildirgan so'z bo'lsa, o'chadini maslashmasin bo'ladi. Taqsimot ma'nosini bildirgan. Masalan, al-kalimatu hiya ismun va fi'lun va harfun desak, mishara al-kalimatu mubtada avval, hiya mubtada sani, ismun xabar, fi'lun uning atba, harfun ismun atb bo'ldi. Buni mishara xabar taqsimot ma'nosini bildirib kelgachga bu chaqda jins tursanda maslashmasin bo'ladi deb qaraymiz. Shunlashqa xabar mubtada bilan jins tursanda maslash uchun yuqoridagi ahvollarda shartlar bilish kerak. Ya'ni cho'qim sifat bo'lish kerak. Bu sifat ayollarda o'rtaq ishlaydigan sifat bo'lmasligi kerak. Cho'qim mubtadaning ma'nosini sifatini bildirib kelgan xabar sifat bo'lish kerak. Mubtadaga
cari olan sübet oluş gerek. Çokum mubtada cemi'e gayri atıl bulması gerek. Ve şundakla haber taksimat manası bildirip kelgen haber bulması gerek. Muş şekli hazır boğan vaqtda andın haber mubtada olan cinstur sanılmasıdır. Bu mıslaşmayı kesin buludu hep qaraymiz. Endi mubtada qancha qismga bo'linadi degani mubtada cho'ng jihatdan ikki qismga bo'linadi. Ya'ni mubtadaun lahu xabarun. Mubtadaun laysa lahu xabar, walakin lahu fa'ilun aw naibun saddama saddal xabar. Shu mubtada ikki qism bo'ldi. Bir xil mubtada va mubtadaun lahu xabar. Uning uchun xabar bo'lgan mubtada, uning uchun xabari bo'lmagan lekin xabarning o'rnida turiladigan fa'il yoki naib fa'il bo'lgan mubtada. Shu mubtadaun laysa lahu xabar, walakin lahu fa'ilun aw naib fa'il sadda masaddal xabar deymiz. Mana bu haqda musannif rahimahulloh bundaq deydi. Mubtadaun zaydun va azirun xabar إن قلت زيد عازر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار زاني وقس وكاستفهام النبي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد ديگن گوشش أن مبتدأ زيد دور عازر خبر. Eğer siz Zeydun azirun men'tezar desiniz. Zeyd özür etken kişinin özürsün kabul kılgıcı deginizde Zeydun azirundaki mubtada Zeyd oludu, azirun haber oludu. Zeydun azirun ki Zeydun mubtada, azirun haber. Anda olsa bunun işede Zeydun azirun cinstir sandaması işip geldi. Evvelu mubtada ve sani fa'il agna fi asarin zani. Birincisi mubtadadır, ikincisi fa'il ki haberden biadet kılgan fa'ildir. Fa'ilun agna anil haber asarin zani. Muş ikisi sarın manguçu desek maaşın koşaş manguçu mu bu şöyle manguçu mu degendiki şu ikincisi fail sarındaki sarın mubtada zani fail lekin bu fail men agna minel haberden biajet kıtkan haber fail bu deymiz. Şuna bunundan kürün aldık bu iki beytin kürün aldık mubtada iki kısım buldu eken. Birincisi mubtadaun lahu haber. Bunu Zeydun azirun koşaş. İkincisi mubtadaun leysa lahu haber velakin lahu fa'ilun agna anil haber. Yani fa'ilun sadda masaddal haber deymiz. Yine fa'ilinin o'rnida turalıtkan haberning o'rnida turalıtkan fa'il deymiz. Çünkü haber bilan fa'ilun sadda masaddal haber deganimiz haber bilan cho'qim bir ma'na tamam. Haber degan nimitdi, mubtada degan nimitdi degan vaqtimizda mubtada inin bilan so'z boshlangan so'z, bayon qilinayotgan so'z, xabar bo'lsa shu mubtadani bayon qilib turadi. Uning bilan jumlaning mazmuni to'liq bitgan narsa. Anda bo'lganda bu yerda xabar kamisun fa'il sadda masaddal xabarning o'rni turadi deymiz. Xabar bilan tamam bitgan ma'na fa'il bilan tamam bo'ldi. Unda bo'lsa bu mubtada xabar bo'laladi. Nima? Cümle ismiya bo'laladi deymiz. Asarin zani bu ikisi manguçmu degan o'xshash. Vaqis va mushning qiyas qiling qolganlarni mo mushning qiyas qilib olsangiz bo'ladi. Masalan Zeydun azirunga Muhammadun azirun, Ahmadu mujtahidun degan o'xshash kasblar. Masalan at-talibani mujtahidani, at-tullabu mujtahiduna degan o'xshash bunda keldirsak bo'laveradi. Endi mubdaning ikincisi esarin zanini onda başkası gelsin buldu. Mesela aqaimun zani aqaimun zeydun degen o'xshash madalat gelsin buldu. Şu birincisi mubtada haber ve mubtada, ikincisi haberi yok lekin naib faili yoki faili bu
xabarni o'nturtgan faili ya xabarni o'nturtgan naib faili bo'lgan xabar maqsad qilinadi. Masalan, asarin zanılmış aqaimun zaydun deganga o'xshash yoki ahadirun muhammadun muhammadani deganga o'xshash bunda bo'lsin bo'ldi. Va qis degan emas. Kastifhamin an-nafy. Nafi istifhamga o'xshash dedi. Endi nafi istifhamga o'xshash degan nima degan gap desa, asarin zanidiki shundaq sifat mubtada bo'lib, uning faili xabarning o'rni tutgan faili bilan kifoyalangan bundaq mubtadani sifat mubtada, uning xabari naib faillab keladi yoki uning xabari faillab kelgan. Buningda chuqum bu sifat yoki hamzatul istifhom vasitasi bilan boshlanib kelsa bo'ladi yoki bu nafi bilan boshlanib kelsa bo'ladi. Masalan, asari zanindiki hamzatul istifhom vasitasi bo'lgan harf bilan boshlanib kelsa bo'ladi, istifhom vasitasi bo'lgan ism bilan boshlanib kelsa bo'ladi. Masalan, aqaimun zaydun desak harf bilan keldi. Aqaimun zaydun. Endi uning o'rniga biz isim bilan kelsa, istifani bildirgan isim kelsa, masalan kayfini keldirsak muto kayfa waqifun muhammadun, muhammad qandaq turguchi desak, buni mishada yine bular urdu. Kayfa savol vasfli bildirgan hal, qaimun waqifun mubtada, muhammadun uningki fa'il, saddal xabar desak bo'ladi. Shuna istifham nafiga o'xshaydi. Endi nafi bilan kelsa muto, masalan maqaimun zaydun, mahadirun zaydun, maqaimun muhammadun, ma katibun ahmadu, ahmad yozuvchi emas degan bo'lsa. Endi shuning o'rnida nafi vasitasi bo'lgan harf nafi kelsin bo'ladi yoki fil nafi kelsin bo'ladi yoki nafi ism kelsin bo'ladi. Masalan lays kelsin bo'ladi. Odatda laysa muhammad yozuvchi emas desak, biz odatda ma katibun muhammadda shunday bo'ldi. Endi biz buningda hozir laysa katibun muhammadun deymiz. Laysa katibun muhammadun. Laysa tuluqsiz fil, katibun uning ismisi, muhammadun fa'il, katibunning fa'ili urdu, katibunning fa'ili bo'lib laysa katibun muhammadunda muhammadun fa'il, saddal xabar laysa deymiz. Xabarning laysning xabarini o'ntiradigan fa'il deymiz. Masalan laysa mansurun kaslan desak, vurun kishi tirish yordam berilguchi emas. Yoki laysa mansurun ahmad desak, ahmad yordam berilguchi emas desak, mishada laysa turusuz bil mansurun ismisi, ashir ahmadu naibul fa'il, saddal xabari laysa. Laysaning xabarini o'ntiradigan naib fa'il deymiz. O'xshash laysa kasm. Yoki ma mansurun kasm bo'lganga o'xshash. Yoki undan boshqa ism kasm bo'lmasin. G'ayru katibin muhammadun. Muhammad yozuvchi emas dedik. G'ayru mubtada, mudaf, katibun mudafun ilay. Muhammadun fa'il, saddal xabar. Xabarning o'ntiralaydigan, mubtadaning xabarini o'ntiralaydigan fa'il deymiz. Shunga bu yerda mubtada ikki bo'ladi. Biri sifat keladi. U sifatning bashida ya istifhom vasitalar keladi, adatul istifhom keladi yoki adatul nafi kelib turib, mushundaq fa'ili xabarni o'ntiralaydigan mushundaq mubtada ikki qism bo'ladi deganni bildik. Va qad yajuzu nahwu faizun ulur rashad. To'g'ri yo'l egisi utuq qozong'ichidir desak, buni faizun ulur rashadda faizun mubtada marfu alamat rafi ad-damma, ulu fa'il, saddal xabar, ulu muzaf
ar-rashad muzafun ilayh. Mishala endi olsa bunun faizini olur rashadning o'qishi ba'zida durust deydi. Biz bayam dedik. Ayna sifat mubtada olab, onun fail yoki naib faili xabarning o'rnida tura olish uchun cho'qim o sifat mubtada bo'lgan sifat ya nafi vasfidan kelsin yoki savol vasfidan kelsin dedik. Savol vasfi bilan. Endi lekin shuning sizmi 5 nafi vasfi kelmaymi va 5 ta savol vasfi kelmaymi keladigan ahvol bor, lekin qisman az uchraydi, lekin durust deb qaraladi. Biz bu 3 beytden 3. beyt misal bayan kılınışı oldu ve 2 beytden mubtadaning 2 qism qilinganligini mubtadaun lahu xabar, mubtadaun laysa lahu xabar, walakin lahu fa'ilun aw naibul fa'il sadda masaddal xabar degan qismini ko'rib oldik. Ve sani mubtadan ve zal wasfu xabar in fi sivel ifradi tibqan istaqar. Endi biz bayan dedik. Mesela asar akatibun Muhammedun degan o'xshash shunday hali keldi. İkincisi mubtadadır, mushu sifat xabardir. Agar mufratning boshqasida muvofiqlashib qaror olsa. İkincisi mubtada. Ma sifat xabar. Agar mushu ish mufratning boshqasida muvofiqlashib qaror olsa dedik. Endi biz bir misol ko'rsak, bunaki amdan tushunildi. Misolda masalan aqaimun Muhammedun Muhammed turtug'uchimi desak, ikkinchisi mubtadadir degan gap. Aqaimun Muhammedun Muhammedun mubtada. Zal wasfu xabar. Maqaimun degan sifat xabar muqaddam. Aqaimun Muhammedun deganda aqaimun Muhammedun deganda cho'qim 2 yo'l durust. Bunda 3 xil misol ko'ramiz. Ya'ni aqaimun Muhammedun deganda qaimun xabar muqaddam, Muhammedun mubtada'i muakhkhar bu durust. Yoki aqaimundagi qaimun mubtada, Muhammedun fa'il sadda masaddal xabar 2 yo'l durust. Endi bu yerda musannif rahimulloh deydi, mufratning boshqasida muvofiqlashib qaror olsa debdi. Endi bayamqi mufratda qaror olgan bo'ldi. Mufratda sifat mubirlik, fa'il mubirlik bo'lgan chaqda cho'qim 2 yo'l durustdi. Ilk mubda'i muakhkhar, xabar muqaddam degan bunda holatni hal qilsak bo'ladi. Ammo mufratning boshqasida maslasa deganimiz mesela aqaimani Muhammedani, aqaimani at-talibani degan at-talibani bunun da şertsiz sifat xabar muqaddam bo'ladi. At-talibani yoki Muhammedani mubda'i muakhkhar bo'ladi. Aqaimani mubtada, Muhammedani ya Talibani xabar desak, bunun da xatolashib qolgan bo'lamiz. Çünkü bu yerda fa'il aqaimani mubtada ma'na xabar degan fa'il sadda masaddal xabar digil olmaydi. Nimishqa ellipsnayn yoki o'l jamoa bilan kelib qolsa bo'lmaydi. Chunki bu filning o'rnida. Çünkü bu sifat ma'nan filning o'rnida chiqib bo'lmaydi deymiz. Şuna bununda qanday deymiz desa, aqaimani at-talibani, aqaimuna at-tullabu degan o'xshash kelganda at-talibani xabar mubda'i muakhkhar, qaimani xabari muqaddam deymiz. Şuna as-sani mubtada degan gap biz bayan naibul fa'il degan narsa yoki fa'il degan narsa u mubda'i muakhkhar bo'ladi, 5 kelgan sifat xabar muqaddam bo'ladi deymiz. Endi lekin 3-cü birisi şu bunun da desa 2 yo'l durustdir. Birincisi aqaimun zaydunda 2 yo'l durust, mubda'i muakhkhar, xabar muqaddam. Desek mi buldu? Yoki fa'il qaimun mubtada, Muhammedun fa'il sadda masaddal xabar desek mi bu bir yo'l 2 yo'l durust oldu. Endi bayan qilichu, bayan qida bunun birlam yo'l durust. Bu qasi desa xabar muqaddam, mubda'i muakhkhar. Sifat xabar muqaddam bo'ladi. Kim kelgan ism mubda'i muakhkhar bo'ladi. Aqaimani talibani deganda. Endi at-talibani degan misolda.
Yeni bir üçüncü misalimiz var. O qasır ise Eqaimun et-Talibani. Eqaimun et-Talibani'da birla yol duruz ki hem süpet şu mubtada kim kelgen isim o çokum fail saddeme saddel haber oldu. İki yol duruz emez. İki yol duruz emez. Ama ma'noda birinci misal süpetme birlik haberime birlik kelgende iki yol duruz oldu. Süpetme işkilik haberime işkilik süpetme işkilik ondan kelgen isimme işkilik süpetme köplik ondan kelgen isimme köplik kelgende çokum mubdai muakhar haber muqaddam bilen ayrıldı. Endi süpet birlik ondan kim kelgen isim işkilik ulap qalsa çok aqaimun at-talibani aqaimun at-tullabi o'xshash bo'lganda çokum bununda şu süpet mubtada oludu. Kimki ikinci isim çokum fail saddeme saddel haber oludu. Ya ki naibul fail saddeme saddel haber oludu. Mesela mecul isim kelgen olsa emensurun et-tullabani et-talibani deb kelgen o'xshash kelsa. Amma süpet işkilik ondan kim kelgan isim birlik qilgan ahvol bormi yoki sifat ko'plik ondan kim kelgan isim ishkilik qilgan ahvol bo'lsa bundoq iborat mamnu chekiladi bu fasad hisoblanadi. Masalan aqaimani muhammadun deb kelmaydi yoki aqaimuna at-talibani deb bundoq kelmaydi. Bunda kelsa bu durust bo'lmaydi deb qaraymiz. Mashhur bo'lgan ko'z qarashda bu la yajuz. Şunu bu yuqorqi shu sifatning mubtada bo'lib xabarninki onu tutqan naibul fa'il yoki fa'il saddama saddal xabarninki 3 xil misolni ko'rib o'tdik. Anda da bizning tuvanda ko'rmoqchi bo'lganimiz anda da xabar degan nima? Mubtada xabarning omili nima? Mubtada biz al-xabar al-mubtada wal xabar marfu'an dedik. Mubtada xabar boshqa ishlab keladi dedik. Endi çünkü fa'ilni peşi okuyumuz mef'ulimiz var. Her daim peşi okulan mubtada haber degandiki, ay mubtadani peşi okutgan amil nima? Haberni peşi okutgan amil nima? Mesela et-tullabu mujtahidun ne? Yoki et-talibu mujtahidun desek, şunun çıksan amil nima desek, ve rafa'u mubtada'an bil ibtida, kazaki raf'u haberin bil mubtada deydi. O Araplar yoki grammatikşünaslar mubtadani ibtida bilan boshqarishga keltirdi. Shundaqla xabarning boshqarishlab kelishi mubtada bilandir deydi. Mashhur eng kuchli ko'z qarash mubtada boshqarishlab keladi. Ar-rafi lahu mubtadani boshqarishlab keltirgan amil ibtida bilan ya'ni ma'niy amildir deydi. Mubtadaning amili ma'niy amil xabarning amili mubtadadir demakdir. Bunda 3 xil ko'z qarash var. Musannif rahimahullah shu bir xil ko'z qarashni tanlagan. 3 xil ko'z qarashning birinchisi mubtadaning amili ma'niy amil. Xabarning amili mubtada. İkinci ko'z qarash mubtada va xabarning ikkilasining amili ma'niy amil. Üçüncü ko'z qarash mubtadaning amili xabar, xabarning amili mubtada. Birisi-birisinden üç xil ko'z qarashni o'tirib qo'yildi, ammo buning eng kuchli ko'z qarashi mubtadaning pesh o'qilishi ibtida bilandir, ibtida bilan o'rgangan ma'niy omil bilandir. Xabarning boshqa ishlab kelishi mubtada bilandir. Mubtadaning sababi bilan xabar boshqa ishlab keldi, raf yo'qildi, boshqa ishlab keldi. Endi mubtada ma'niy omil orqali boshqa ishlab keldi desak, ma'niy omil degan nima desa, ya'ni ma'niy omil degan u xatda yozilmaydigan Eğizde telaffuz kılınmaydıgan. Şu mubtadaning beşte labzi amillar kamiganda çokum onun beşte ma'niy amil ba. Aşının mubtadaning rafi o'qilishiga sabab bo'lgan bir amil ba. U bo'lsa shu mubtadaning beşte kelganligi deb qaraymiz. Wal khabaru al juz'ul mutimmu al fa'ida kallahu barrun vel ayadi shahida. Degan mushu bitta xabar degan nima? Endi xabar degan to'liq o'y fikr, uning bilan tamom bo'ladigan bir bo'lak. Ya'ni xabar bilan to'liq o'y fikr tamom bo'ladi. Mubtada degan nima edi? Al-muxbar anhu. Uningdan xabar berilgan
bir bilekti. Haber jodasa şu haber berilgüçüdün tuluq oy fikir onun bilan tamam butqan, oy fikirini tamamlap bergüçü narsa deydik. Masalan, al-qamaru jamilun desek ay chiroyli desek, anda da al-qamar deb jim to'qsak, biz o'chada jamil degan bu labzini tilg'amagan vaqtimizda nima demakchi? Ayni cho'ng demakchimi? Ayni kichik demakchimi? To'liq qo'yib fikr tamam bo'lmaydi. Jamil desak, ay chiroyli demakchi ekan degan bir ma'no tamam bo'ldi. Shunga xabar degan bir to'liq qo'yib fikr ining bilan tamam bo'ladigan bo'lak degan bo'ldi. Buning misoli Allohu barrun vel ayadi shahida degan o'xshash. Allah ihsoni ko'pdir, ne'matlar pokdir degan o'xshash. Endi xabar necha qism bo'ladi? Odatda biz xabar nimalardan keladi? Demakchi xabar odatda mufrad bo'lib keladi, jumla ismiya bo'ladi, jumla fi'liya bo'ladi, zarb bo'ladi va al-jar va al-majrur bo'ladi. Cho'ng jihatdan aytganda ismdan keladi, jumladan keladi va shibil jumladan keladi. Shibil jumla zarb va jar majrurni ko'rsatib turadi va jumla ismiya va jumla fi'liyani ko'rsatib turadi. Ism mufraddan tasniy jami'i maqsad. Ya'ni mufrad deganimizdan murad jumla emas va shibil jumla emas demakchi. Shu va mufradan ya'ti va ya'ti jumla hawiyatan ma'na allazi siqat lah. Va in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanutqillahu hasbi va kafa deganga o'xshash. U xabar mufrad bo'lib keladi. Ya'ni jumla bo'lmay va shibi jumla bo'lmay keladi. Masalan, Muhammadun talibun yoki at-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidani, at-tullabu mujtahiduna deganga o'xshash mufrad bo'lib keladi. Jumla bo'lmay keladi. Va ya'ti jumla va u xabar jumla bo'lib keladi. Qanday jumla? Jumla ismiya bo'lib keladi, jumla fi'liya bo'lib keladi, shibil jumla bo'lib keladi. Masalan, jumla bo'lib kelgan, jumla ismiya bo'lib kelganning misolini ko'rsak, Muhammadun abuhu karimun desak, mana bu yerda Muhammadun mubtada, abuhu karimun degan jumla Muhammadun degan mubtadaning xabari bo'ladi. Jumla xabar. Endi yoki fe'llik jumla bo'ldi. Muhammadun yazhabu ila suq desak, yazhabu ila suq degan fe'llik jumla Muhammadun degan mubtadaning xabari bo'ladi. Shunga jumla bo'lib keladi. Qanday jumlatan haviyatan ma'nal siqatla. Ya'ni shu mubtadaning xabari jumla bo'lib kelganda yoki jumla ismiya yoki jumla fi'liya bo'lib kelgan chaqda chuqum shu jumladan mubtada qaytgan bir rabita bo'lish kerak. Ya'ni jumla bilan beşki mubtadani bog'lab turadigan bir bog'lanchi bo'lish kerak. U bog'lanchi to'rt narsaning birisi bo'ladi. Shuni yerda deydi, haviyatan ma'nal. Shu jumla ining uchun so'rilgan ma'nini o'z ichiga olgan bir jumla bo'lib keladi dedi. Xabar jumla bo'ladi. Qanday jumladir? Ma'nini o'z ichiga oldi. Qanday ma'ni? Shu jumla ining uchun so'rilgan bir ma'nini o'z ichiga olgan degan maqsad bu baytdan nima desa, mubtadaning xabari jumla bo'lib kelganda, jumla ismiya yoki jumla fi'liya bo'lib kelganda, cho'qim mubtadaning xabaridan mubtada qaytadigan bir rabita bo'lish kerak deydi. Rabita to'rt narsa bo'ladi. Birinchisi zamir bo'ladi. Cho'qim jumlaning xabar bo'lib kelgan jumladan mubtada qaytgan bir zamir bo'ladi. Rabita zamir bo'ladi. A'id zamir bo'ladi. Masalan, Muhammadun abuhu karimun desak, abuhu zamir Muhammadga qaytadi deymiz. Endi yoki Muhammadun yazhabu ila suq desak, yazhabning tigiriki zamir huwa Muhammadga qaytadi. Buni rabita deymiz. Yoki u rabita ismul ishora bo'ladi. Ismul ishora mu rabita bo'laydi. Odatda ismul ishoraniki libasut taqva zalika khayrun deganga o'xshash. Taqvolik kiyimi ana ashu eng yaxshidir desak, libasut taqva mubtada. Libasu mubtada marfu alamat ad-damma mudaf at-taqwa mudaf ilay مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة المقدرة لأنه اسم المقصور. ذلك خبر مبتدا ثاني خير خبر ولب ذلك
hayrun degan jumla libasut taqvo degan mubdaning xabari bo'ladi. Endi mishari rabita nimanasi zalika degan ismul ishora. Chunki zalika libasut taqvoga ishorat qilganligi uchun deymiz. Anda bo'lsa üçüncüsü nima desa? Üçüncüsü o rabita yoki aşı mubtada bo'lgan labzining takror tepishi bo'ladi. Takror tepishi. Masalan, al-qariyatu mal-qariya, al-haqqa mal-haqqa desak, al-qariyatu mubtada, mal-qariyatu xabar, mal-qariyatu degan jumla xabar. Mal-qariyatu degan jumladan al-qariyatu degan mubtada qaytgan zimir yo'q. Mesela at-tuffahu mat-tuffah ve ma adraka at-tuffah desek at-tuffahu mat-tuffah desek at-tuffah mubtada mat-tuffah degan jumla ma sual vasl degan xabar at-tuffah kelgan mubtada bo'lib mat-tuffah at-tuffah degan mubdaning xabari bo'ladi. Buning rabita nima desa mubtadaning takror deyishi takrarul mubtada yusamma rabita. Anda bo'lsa to'rtinchisi nima desa aşı mubtada xabar olab kelgan umumning tahti kiraligan bo'lsa, ay mubtadaning xabar olab kelgan umumning tahti kiraliganligining o'zi bir robit hisoblanadi. Masalan, Zaydun ni'mar rajul deganga o'xshash. Zaydun ni'mar rajul desak, Zayd ajab yaxshi er desak, Zaydun mubtada, ni'mar rajul xabar, ni'ma fil madhi, ar-rajul uning fa'ili, ni'mar rajul uni jumla Zaydun degan mubdaning xabari bo'ldi. Mishalik rabita nima desa, Zaydun degan mubtadaning ni'mar rajulga ar-rajulning tahti kiraliganligi o rabit hisoblanadi deymiz. Chunki qanday degan? Chunki Zaydmo shu erdan qatorida bormi yo'qmi? Bor. Shunga buni rabita deb hisoblaymiz. Shunlashqa bu yerda mubdaning xabari jumla fi'liyadan kelsin, jumla ismiyadan kelsin bir rabita ketadi. Bu rabita to'rt narsaning biri bo'ladi deganimiz shu. Buni betning nereden chiqdisa aviyatan ma'nal siqatlar degan ma'nodan chiqadi. Va in takun iyyahu ma'nan iktafa. Agar u xabar shu jumla xabar olib kelgan jumla ma'na jihatdan mubtadaning o'zi olib qolsa uning bilan kifoyalanadi, unda rabitaga muhtoj bo'lmaydi. Navoda xabar olib kelgan jumla mubtadaning o'z ayni olib qolsa, ma'nada ayni olib qolsa, lafzida ayni emas, ma'nada ayni olib qolgan bo'lsa, o'z ayni olib qolgan bo'lsa, shu ma'nada ayni olib qolganlik bilan bo'ldi qilinadi, uning rabit ketmaydi. Masalan, nutqi Allahu hasbi deganga o'xshash. Mening so'zim Alloh menga yetarlikdir. Müşahede en-nutqi mubtada, Allahu hasbi degan jumla xabar. Allahu hasbi degan Allah mubtada, hasbi xabar bo'lib, Allahu hasbi degan jumla xabar. Hamda Allah mening yetar, Allah menga yetarlik degan so'z mening so'zimdir deganga o'xshash. Shuni talab nutqining maqsadi ekan Allahu hasbi ekan. Qavli Allahu hasbi desak mutun. Qavli Allahu hasbi. Mening so'zim Allahu hasbi. Allah menga yetarlik desh. Mening so'zim Allah menga yetarlik desh. Yoki Allahu hasbi qavli. Allah yetarlik degan gap mening so'zimdir dedik. Mubtada xabar ikkisi ma'noda bir narsa bo'lganligi uchun buning rabiti ketmaydi deb qaraymiz. Endi vel xabar odatda bizga al-mufrad vel jamid farigun ve in yushtaq fa huwa damirun mustaqil dedi. Odatda xabar odatda biz bayonladik. Mufrad olib keladi yoki jumla olib keladi yo shibr jumla olib keladi dedik. Endi xabar ism mushtaqdan kelsa chuqum şu ism mushtaqlab kelgan xabardan mubtadaga simri qaytish kerak. At-talibu mujtahidun desak, mujtahidun degan xabar ism mushtaq, uning tigidan va degan zimir at-talibga qaytadi.
Et-Taliban müctehidan desek, eşyadın huma degan zimir qaytida öyle hepsinden huma maksat kılınır. Eşyadın huma degan zimir maksat kılınır. Et-Tullab müctehidan desek, hum degan zimir qaytida. Ama haber ondak nima olmay, ism müştaq olmay, jamit olsa, uçaqda zimir qaytmasın buludu. Bu vaqtda zimir ketmaydi. Haber mesela Muhammedun Esedun desek jamit. Zimir qaytmaydi. Ama şu haber jamit olgan bilen mushtaq yasqinsa, mushtaq yasqinibdi zimir qaytdi desek buludu. Şu jamit bo'lgan mufrad haber farig'dir anid damir. Nimadan farig'? Zimirdan farig'. Yani al-mufrad al-jamit. Jamit bo'lgan mushtaq bo'lmagan mufrad haber mubtadaga qaytadigan zimirdan farig'. Farigun aniz-zamir allazi ya'udu ila al-mubtada. Mubtada qaytgan zimirdan farig' bo'lib keladi. Ve in yushtaq fa huwa zu damirun mustaqil. Agar u xabar mufrad bo'lgan xabar mushtaq bo'lsa, ya o'zi ism mushtaq bo'lib kelsa, masalan ism fa'il, ism maf'ul, sifat mushabbah, ism tabzil bo'lib kelsa, sigatul mubalagha bo'lib kelsa, ya shularning birisi qiyos qilinib qolsa, u chaqda u xabar yushul zimir egasi bo'ladi. Yushul zimir egasi bo'ladi. Ammo xabar mushtaq bo'lgan bilan halaqi sifat rolda qo'llanilgan mushtaq bo'lmasa zimir kelmaydi. Masalan ism zaman ism makan ism alat deganga o'xshash. Masalan haza majlisul ulama. Bu ulamalar sorunu desek meclistin haza zimir qaytmaydi. Çünkü ism makan. Haza mev'idul iltiqa desek bu uçuş vaqti desek bundan qaytmaydi. Haza miftahul beyt bu öyünün açık desek miftahdan qaytmaydı. Demişqa bu isim mushtaq bo'lsa-mu, fe'ldan yasalgan bo'lsa-mu, lekin sifat ma'nosida ishlatilmay, ism ma'nosida ishlatilgan bo'lg'achqa, shun zimir qaytmaydi. Ammo xabar ism mushtaq bo'lsa, yoki shu ismdan yasaldi, yasalmasın, yoki fe'ldan yasaldi, ism fa'il, ism maf'ul, sifat mushabbah, ism tabzillar bular fe'ldan yasalgan bo'lsa, ism tasg'ir u ismdan yasaldi. Bunundan qaytadi odatda. Yoki ism mansublar odatda ism tasghirdan qaytadi deymiz. Undan boshqa ism mansubdan qaytadi deymiz. Masalan Muhammadun Turkiyun desek Muhammad Türkiyalik desek Türkiyun yine Muhammad mansubun ila Turkiya degan Muhammad Turkiyaga nisbat berilguchi desek mansubun deganda huwa degan zibir Muhammad qaytadi deymiz. Şuna zu damirun mustakin yushun zimiriga bo'ladi ishimizning sababi shu. Amma xabar mushtaq egasi bo'ladi. Xabarga ashula sifat bo'ldi ishlatilsa zimir qaytgan, unda bo'lsa qaytmaydi ekan. Lekin jamit bo'lgan bilan mushtaq ma'nosi ishlatilsa, yine xabar qaytdi, zimir qaytdi deb qaraymiz. Unda bo'lmaganda qaytmaydi. Masalan, Xolidun axuka desak, Xolid sening qarindishing desak, bu chaqda mana bu jamit bo'lib kelganning misoli bo'ladi. Bunda qaytmaydi. Endi bu bizning xabarning mufrad bo'lib qildigan xabarlar haqidagi to'xtalishimiz inshaalloh keyingi darsimizda yani biz buningki davomlashtiramiz. Mubda xabar haqidagi tafsili tugumidi, umumiylik tugumidi. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz mushaqchi bo'ladi. Keyingi darsimiz yana mushu xabardan mubtadaga qaytitgan zimirni zimir mustakin olmay, zimir zahir olab kelsa bo'lganda, qanday chaqda oshkor zimir keltiriladi. Miyadagi yushun zimir bo'lsa bitgan. Muhammadun mujtahidunda zimir mustakin beyken, yushun zimir barken. Ama qanday vaqtda yushun zimir kelsa, zimirni cho'qim oshkorlab keltirishimiz kerak. Yushun kirishdan sirt cho'qim zimir zahir keltirish qanday chaqda vojib bo'ladi degandek mazmunlarda keyingi sonlik darsimizda to'xtalamiz. Bugungi darsimiz mushaqchi bo'ldi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.